Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun Livik va Erangildagi yashirin joylarni ko'rib chiqamiz. U joylar orqali siz bemalol Zavaga chiqishingiz mumkin. Bo'lmasa videoni boshladik. Kartadagi birinchi joy. Aynan men metga qo'ygan joyga sekingina ohista sakrab tushib olasiz. Mana shu joyga. Metga qo'ydim va sekingina tushib oldim. Ko'rib turganingizdek, mana aytdim-ku, o'xshaydi. Bu joy Livikdagi sharsalari yonida. Bemalol arjona olib, g'irg'ir qilib otib tashaverasiz hammasini. Chiqsa bo'lar, juda chiqib olmayapti. Keyingi lokatsiyamiz mana shunday Livikning shu lokatsiyasida bo'ladi. Mani mostni tagida, ko'prikni tagida. Sekingina ko'prikdan, ko'prikni bu tomondan o'tib olamiz. Sen bu tomondan ham o'tsanglar bo'lar ekan. Men prosta videoni cho'zib olamiz va yotgan holda bu yerdan kirib bo'lmas ekan, adashibman uzr o'tirgan holda mana shu yerdan aylanib o'tasizlar va mana shu yerda hidingiz ham chiqmasdan bemalol mazza qilib o'tlarni va dushmanlarni otib uyga jo'natib olasiz. Ya'ni bu uyga jo'natib olasiz. Keyingi lokatsiyamiz Erangilda farmda joylashgan. Ya'ni mana shu binoning yonidagi suv havzalaridan mana o'shanda. Yana bitta bot mana. Nima qilyapti? Videoyim nimadir buzmasa, bu yaxshi video chiqmaydi. Ya'ni mana shu yerga kelasiz, 3-2 konteyner va ichiga bemalol osongina chiqib olishingiz mumkin. Bu zabor ustiga chiqasiz va bu binoni to'liq tomma nima u. Bunday o'tganingizda mana shuni aytdim. Suv havzasi deb sekingina ohista sakrab bemalol bu yerda zonani oxirigacha, agar zona berib qolsa, sizga bu katta jek bo'ladi. O'yin tugaguncha mana shu yerda ham o'tirsangiz bo'ladi. Negativlar bu yerga qayishga uchadi desangiz, meni obunachilarim juda qayishga kelganlari yo'q. Ular bu yerda qanday otishni yaxshi bilishadi. Bu yerda esa 4-joy, bu yer esa schoolning yonida joylashgan joy bo'ladi. Hozir xaritada ham ko'rsataman. Mana shu joy. Xuddi men turgan joyga kelasizlar. Va bu yerda esa mana shu 3 xil rangli uy bor va bu yerda otishlar. Ketinglar video debman. Endi mana shu joydan sekin chiqib 3-etajga chiqib olasiz. 3-etajga chiqqaningizda bu yerda tushganingizda ham yaxshigina bo'ladi. Mazza qilib tepasida jon saqlashingiz mumkin. Mana shu men cho'jak joyni o'sha yoqqa sakrashingiz kerak. Baba, ana. Bunda To'rayev dedimi? Bir martada o'xshamasligi mumkin. Chunki shuning uchun 2-3 marta takrorlashingizni tavsiya beraman. Yana bitta sakraymiz qani. Mana ikkinchisida o'xshadi, ko'ryapsizmi? Mana ustiga chiqasiz va buni ustiga chiqasiz. Va bu yerda esa mazza qilib jon saqlashingiz mumkin. Tog'lardagi odamlar sizni ko'rmaydi, chunki bu yerda daraxtlar mavjud. Qolgan joyda ham ko'rinadi. Agar jim o'tirsangiz hech kim sizni payqamaydi. Xo'sh, akalar, videomiz tugadi. Agar yana shunday video chiqarishimni xohlasangiz, kommentariyada yana video chiqsin deb yozib qoldiring. Videoga like va kanalga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin.